Hop, hammaga salomlar, charchaysizlar, yaxshiliklar. Bugun kunimiz dushanba, guruhdan boshlaymiz har doimgiday. Mana sevimli kunlar bilan tutasiz. Hop, birinchi guruh mashqimizni krosyordan boshlaymiz. Guruh qismiga to'r podxod, vez oshirgan holatda 12 dan 15 dan oshirib ishlaymiz. Mana ketdik. Bu mashqda shunday tuz to'ldirilishi shunday bo'ladi. Ishlanish texnika ana shunday bo'ladi. Yaxshilab yuturib berasizlar. Qo'l ochilib, ana shunday xuddi gantel ishlagandek tepaga chiqadi. Mana shunday. Hop, bizda birinchi palov tugadi. Har podxod orasida 30 sekund, 15-20 sekund davolamizda, keyin podxodga o'xsharamiz. Har podxodda visa o'sharlar. Ko'pchilik dushanbani oyoq bilan yoki qo'l bilan boshlaydi va guruh bilan boshlayman dushanbani har doim. Chunki guruh ishlash o'zimga yoqqanligi uchun. Qani davay. Nima gap? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchaysizmi? Zo'ringiz yaxshimi? Bu mashqda tezlik muhim emas. Muhimi shu guruhni ustun nagruskani his qilish kerak. Muhimi shunda. Ko'pchilik bolalar tez his qilishadi. Aytsa keyin guruhni sezmadim, yo bo'lsa pam bo'lmadi, qarashmadi deydi-ku. O'shaning uchun muhimi texnikaga yetaveramiz. Bizda ketgan mashqimiz 8 kgda gantelda bo'ladi. Guruh o'rta qismiga. Buni ham to'r podxoddan vesni oshirib ishlaymiz. Podxodni har doim 10 kgdan oshiraman gantelda. Birinchi 20, 30, 40 qilaman, oxirida nafqa 40 ishlayman. 2 hafta 40 qilaman oxirida. Sababi chunki bu yerda 40 dan og'irroq ves yo'q. O'shaning uchun 20, 30 da 12 dan 15 dan qilaman, 40 ketgancha qilaman har doim. Qanday endi boshladik. Hoppa. Hoppa. Hop. 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 Maksimal darajada qo'lda tushirib, ichi qasam sipagacha yarimta emas, zakaz tushira qo'l. Zo'r. Ko'pchilik bu mashqni o'rniga grif taqlashadi. Grifda aralashtirib qo'ygan ma'qulroq. Sababi grifda birda vis olsa, gantel addin tushadi. Ikkita guruh ikkitalashib addin ishlaydi. Chunki bari odamga kuchangan vaqtda bitta ikkasi bunday ro'yxatda qo'li sal chiqmay qoladi o'zi. Bu faktik bor narsa bu. Gantelda o'sha bitta yetishmagan kuch kamroq bo'lgan qo'li ko'proq ishlasa bo'ladi. Shuning uchun gantelda ham ishlab turish kerak. Men bir sar grifda, bir sar gantelda, bir sar trenajyorni o'zida qilaman.
Aralashtirib qilsa muskul tezroq o'sadi. Bir tempda qotib qolmaydi. Davay, bizda ikkinchi podxod. Yep. Har podxodni orasida suv yoki bitta ichsan chiqmasin, chunki tiyirlagan sari suv chiqadi, balki qancha ko'p suv shuncha yaxshi odam o'ziga. Hozirda ko'ribgan og'ir nagruska ishlagancha bitta chepman. Odatda suv ichaman. Sport bitta yig'ishtirganman вообще. Даже protein ichib hozir natural bittani o'zi yuribman hozir. Normalniy suv ichmasa bo'ladi. Ba'zi bir bolalar bir ichganda bo'kib ichib oladi-ku. Qoranti suvga to'lib ketadi, shug'ullangisi kelmay qoladi. Men oyoq kuni tashqari qo'ygan hamma kuni har 2 podxodda suv ichaman. Faqat oyoq kuni har podxodda ichaman, chunki oyoq kunida katta bosimda ishlangan hisobiga tez suv ichadi odam. Ham davlina ko'tarilib ketadi. Davay, endi bizda 3-podxod. Qirqda har doim o'sha bo'layotgan gapim, ketgancha uramiz. Shoshmasdan. Bunda texnika muhim, muskulni sezish muhim. Muskul nagruskani his qilsan, shapillatishga qizig'i yo'q uni. Muskul o'smaydi. Mayli 10 ta bo'lmasin, 5 ta bo'lsa, 10 ta bo'lsa, zato sifatli bo'lsa, muskul his qilsin o'sha nagruskani. Davay. Oh bela. Uchinchi podxodam o'tdi. Bitta qoldi, oxir podxod. Yana 40 ishlaymiz, chunki o'sha aytganimdek 40 dan og'iri yo'q bu yerda. Zalda odam kam, endi ko'payibdi. Xohimda biz ishlayotgan narsalar bo'sh turibdi hali. Bemalol shoshmasa ishlasam, musbit qilaman. Bizda oxir podxod. Hop, endi ketingman hozir bizda 45 skameykadan razvod bo'ladi. Stol xuddi shu tarzda 45 gradusda turadi. Skameykalar ishlaymiz, gantelda. 4 podxod 12 tadan ishlaymiz buni ham. Biz o'shar hammasi, biz kamaymaydi hech qachon. Biz o'shar ishlaymiz. Hop, bunda birinchi podxodda men boshladim. Hop. Birinchi podxodda 14 dan boshlayapman. Ham bu mashq podxod, ham razmenkada o'tib ketadi, chunki bu vis yengilman uchun. Birinchi, ikkinchi podxod har doim ketgancha qilaman. 20 ta, 20 ta, 15 ta, 15 ta. Chunki 15 ta, 20 ta qilayotgan visiz vis emas, просто razmenga hisobga o'tib ketadi. 10 ta, 8 ta ketayotgan vis ekan, unda haqiqatdan muskul ishlaydi. His qilamiz muskul ishlayishda. Davay, hop. Ishlash tartibiga o'tiraverasizlar. Qo'llar shunday ochiladi ana shunday. Tepa yig'iladi. Ora bir-biriga tegish muhim emas. Ballat shuni yig'ilib ishlaydi. Tepaga chiqsa bo'ldi. Baba.
15. Hop. Bizda ikkinchi podxod. Давай. Opa. Bunday saliyasat bo'lish ishlash kerak. Sababi bunda travma olish tez. Qo'l takanni ochib tushiriladi-ku, o'sha vaqtda agar sal neto harakat yetib qolsa, yelka suyagini aytib qilib, yelkani joyidan chiqarish mumkin. O'shaning uchun to'g'ri texnika bilan ishlanishiga texnikasiga yuraverasizlar. Shoshmasdan asta-asta. Chunki bunda bitta neto harakat bilan yelkani chiqarish mumkin. Og'ir vis bilan misol shoshib tushirib qo'ysa ballar, shoshib tushiradi ballar. Og'ir visda o'shanda qilgan yelkani chiqarish mumkin. O'zi shoshmaslikka harakat qilinglar. Iloji boricha normalniy visdan boshlab yelkani o'rgatib shu mashqqa keyin ishlagan ma'qul. Birdaniga ko'p qiynab og'ir vis o'tgandan ko'radi. Demakda men yoki boshqa balo og'irroq ishlaymiz. Biz yelkamiz yo o'zimiz shu mashqqa o'rganib bo'lganmizda buni ishlaymiz biz buni. Har doim ishlayveramiz shu. Boshqa balla biz ham qilanamiz deb og'ir ishlab qo'yadi-da, travma bo'lib qoladi. Misol uchun yelkasidan, qo'lidan shuncha ehtiyot bo'linglar. Bizda uchinchi podxod. Opa. Bizda ketingi mashqamiz krosoverda bo'ladi. Krosoverda oldinga tortamiz. Krosoverda o'zi 3 xil, 4 xil joyga ishlasa bo'ladi. Guruhda ustida, tagi, yoni, misol uchun o'rta qism ishlasa bo'ladi. Uni ham o'zining texnikalari bor. Biz hozirda old qismga ishlaymiz. Krosover tepasidan sal o'rtaroqqa tushiriladi-da. Iloji boricha oldinroq chiqarilib, gavda ko'tariladi ana tarzda, pul oldiga beriladi shunday. Bu ana tarzda ishlanadi. Gavda o'z bilan bosmaymiz bunday qilib, to'g'ri. Stoyka ishlanadi, bo'ldi, o'sha qo'lni o'zida ishlanadi, yelka berib, shoshmasdan. Buni ham 4 podxoddan ishlaymiz. Muhimi texnika. Muhim visas bitta. Muskul his qilish kerak o'sha narsani. Hop. Hammani ishlash rejimi har xil. Men guruch ishlagan vaqtim yelkani yoniga bitta mashq qo'shib ishlayman har doim. Sababi guruch ishlagan vaqt yotganda ham, bunday ham, kresoyda, grifda, gantel hammasi ishlagan yelka ishlaydi. O'shaning uchun yelkani yonini qo'shib ishlayman. Guruch ishlaganda, krila ishlaganda yelkani orqasini qo'shib ishlayman. Bir hafta keyin qo'shib ishlayman. Haftada o'z bir marta ishlayman krilaga. O'shanda yelka orqasi qo'shiladi absolyutni krilaga. Chunki krilaga tortgan vaqtda yelkani orqasi ishlaydi, tiyagan o'rtasi bilan. O'shaning uchun tiyaga bilan yelkani orqasi qo'shib ishlayman krilaga. Yelkaga o'zini bir kun addinni ishlayman. Yelka ishlagan kunim tiyaga yelka ishlayman, boshqa ishlayman men. Yelkani o'zi ishlayman. Davay. Qo'l turilishi shunday bilan mana. Yelkani to'g'risini silkidan sal pastroq turadi. Qo'l to'g'ri orqaga yetadi mana shunday. On. Qisilmaydi qo'l, ochiladi qo'l. Lekin oldiga qisiladi. Bir tiyishar ras kelsa bo'ldi shunday. Hop.
yelka yoniga tros tashlaymiz. Ishlash tartibi turish stoyka ana shunday turiladi. Yonga chiqa qo'llarni shunday. 3 podxod. Uniktalar. Ay bile. Keting aşağısı qo'larqaga. Krossoverda tekis griftda bo'ladi. Uni 5 palot qilaman barda ham, chunki bu asosiy mashinalardan bittasi qo'larqasiga. Har nimasida har podxodda vis oshirib 12 ta 15 tadan ishlaymiz. Qo'larqasiga birinchi mashq bu. Odatda 3 ta yoki 2 ta mashq qilaman qo'larqaga asosiylarda. İşlash harakati shunday. Qo'l ketib qolmaydi tepaga, tirsa turar joyda qo'lni o'zi bosiladi bunday. Mana shunday. Oxirigacha qisiladi qo'llarni shunday. Davay. Hop. Endi vis oshiramiz. Yengillik qildi ancha. Yana banda. Ay bala. Sini bulan. Anda rasa? Agak kaca berbanding profesional seperti kerja. Saya havas ko'rmanga. Ko'chib, anda kiyibsan, men charchab yuribsan. Ha, ularga charchabsa, men kiyib prosta kiyib ketyapsan o'ylabman. Bunaqa bala emasman-ku, bu. Sabi, ya natural qo'yib, endi ro'zada necha kilo bo'ladi? 10 kilo, 12 kilo, 15 kilo bo'ladi. Ro'zada semiribsan, qo'yib qilaman orqa. Vay bela. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost.